Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz ota-onalar, qadrli sportchilar va jamoamizning fidoyi hamkorlari. Bugun biz Abduhamidov jamoasining faoliyatiga bag'ishlangan navbatdagi tantanali tadbirda to'planganimizdan berat mamnunman. Ortda qolgan 4 yil bu nafaqat sport va balki izlanishlar, mehnat, g'alabalar va yuksak maqsadlar sari qo'yilgan davr qadamlar yillardir. Bu yillar davomida biz jamoamizni nafaqat sport jamoasi sifatida, balki bir oiladagi yagona jamoa sifatida shakllantirdik. O'quvchilarimiz bilan o'tkazilgan har bir mashg'ulot ishtirokida etilgan har bir musobaqa, qo'lga kiritilgan har bir medal bu bizning umumiy mehnatimizning mevasidir. Albatta faxr bilan aytishim mumkinki, jamoamiz bugungi o'z bayrog'iga, o'z madhiyasiga, o'z matbuot xizmatiga va tadbirlarni tashkil etish bo'limiga ega. Bu esa bizning tizimli rivojlanayotgan, o'z uslubiga ega professional jamoa ekanligimizdan dalolat beradi. Hurmatli yig'ilganlar, o'tgan yillar davomida sportchilarimiz turli musobaqalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilib, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib kelishdi. Ularning har bir g'alabasi bu jamoamizning ota-onalarining va bizga ishonch bildirayotgan insonlarning g'alabasidir. Bugungi tadbirimizning eng quvonchli jihatlaridan biri 2023-yilda erishgan yirik yutuqlarimizdan yosh sportchimiz Ergash Ziyodulla Erkin o'g'li ilmiy faoliyati bo'yicha o'z ishini muvaffaqiyatli himoya qilib, intellektual izlanuvchi ko'krak nishoni va kelajak qanoti statuetkалari bilan taqdirlandi. Bu biz uchun nafaqat sport sohasidagi, balki ilm, fan yo'nalishidagi ham ulkan yutuqdir. Shuningdek, jamoamiz faoliyatini keng jamoatchilikka tanitish yo'lida muhim qadamlar tashlandi. Anvar Sayohatchi Telegram kanali asoschisi bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik natijasida sportchilarimizning faoliyati haqida intervyular ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Azizlar, oldimizda hali juda katta maqsadlar turibdi. Bizning jamoamiz bu intizom, tirishqoqlik, yurtga muhabbat va g'alabaga bo'lgan ishonch timsoli. Ishonamanki, yonma-yon harakat qilgan holda biz kelajakda yana ko'proq muvaffaqiyatlarga erishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.